Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli musofirdagi aynan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida patent bilan yuradiganlar uchun, O'zbekiston fuqaroligiga ega bo'lganlar uchun, aynan patentchilar uchun, bu Tojikiston fuqarolariga ham tegishli, patent bilan yuradiganlarga va O'zbekiston fuqarolariga maktabga boradigan yosh bolalar yoki boshqa narsalardan tashqari, studentlardan tashqari, ya'ni sizlar o'ylamanglar, hammasiga tegishli deb emas, faqat patent oladiganlarga reyestrga tushish sabablarini aytaman. Qaysi biri bo'lsa, o'shandan определить qilib olaverasizlar. Reyestrga tushganlaringni birinchi biladigan narsalaring 100 marta aytildi, kartalaringga SMS keladi. Reyestrga tushdingiz, moliyaviy harakatlaringiz cheklandi, MVDga murojaat qiling deb SMS keladi, telefon raqam. Telefon qilganlaringdan foydasi yo'q, borsanglar agar qonunbuzarliklar bo'lgan bo'lsa, yo qopga tushasizlar, yo bo'lmasam sizga tushuntirib to'g'ri aniq qilinadi. Birinchi sababi reyestrga tushganda dokumentda xatolik, ya'ni Rossiyaga kirib kelganinglarda migratsion kartalaringda qanaqadir harf noto'g'ri ketib qolsa yoki qo'shilib qolsa yoki tushib qolsa, bu sizlarning reyestrga tushishlaringga sabab bo'ladi. Oldinlari reyestr yo'q vaqtida migratsionkada 3 tagacha xato kechirilishi mumkin edi. Hozir bu narsa kechirilmaydi. Podgotovka paket qilganinglarda ham ism familiyalaringda qo'shimcha qo'shilib qolsa, masalan, tarjima qilayotganda Dijasurbek yoki Dijon qo'shimchalar qo'shilganda, shu ism familiyalaring, registratsiyalaring bilan to'g'ri kelmasa, patentdagi dannilaring, patentda Dijasursalar, lekin migratsionkada Jasursalar yoki registratsiyada Jasursalar. Demak, yana sizlar reyestrga tushishlaringga sabab bo'ladi. Demak, tochka ham reyestrga tushishlaringga sabab bo'ladi. Hisobini olinglar. Yana reyestrga tushishlariga sabablardan biri trudovый договор olasizlar, lekin ko'pchilik o'sha joyda ishlamaydi, fiktivniy hisoblaniladi, lekin nalog to'lamay qo'yadi yoki dokumentinglar kuyishiga sabab bo'ladi. Shu orada patent kuysa, все, reyestrga tushasizlar. Yana bitta sababi. Yana bitta sababi 6 oydan keyin registratsiya qo'ymay qo'ysanglar, yurasizlar. 5-6 oy hech kim narsa qilmaydi sizlarga. Patent bilan yuribsizlar, nalog to'layapsizlar, lekin registratsiyalaring 6 oydan keyin 6 oygacha ham yo'q bo'lib qolsa, yashash joylaring aniq bo'lmaganligi uchun reyestrga tushishlaring ehtimoli bor. Yana bitta sababi, reyestrga tushishlaringni shtraf olsanglar, 2 ta yoki 3 tadan ortiq shtraf olsanglar, reyestrga avtomatik tushasizlar va bu zapret bo'lishlaringga asos bo'ladi. Yoki zapretga tushsalaring, avtomatik, masalan, ложный informatsiya bilan zapretga tushish hozir juda ham moda bo'lgan. Yashash joyida registratsiya bo'lmagansizlar, ishlaydigan joylaringda ishlamaysizlar, informatsiya yetib borsa, sizlarni avtomatik MVD zapretga tiqadi, reyestrga tushib, shu bilan o'zlaring ushab MVDga borib, yo deport bo'lib ketasizlar yoki muammoni hal qilish uchun advokat xizmatidan foydalanasizlar. Reyestrga tushish sabablari quyidagilar bo'ladi. Men sizlarga aytib berdim. Agar sizlarda ham qanaqadir reyestrga tushgan bo'lsanglar, o sabablar men aytgandan tashqari bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar, shu to'g'ri xalq bilishi uchun va boshqalarga sal bo'lsa ham bilim, tushuncha paydo bo'lishi uchun reyestrga tushish sabablaridan. Demak, reyestrga tushgan bo'lsanglar, zapretdan bo'lsanglar, O'zbekistonga ketsanglar, 3 kundan keyin o'sha reyestr ochiladi, chunki tekushi mestalaring, ya'ni yashash adreslaring, местоположенияларing o'zgarganligi uchun sizlarda o'sha MVD lokatsiya orqali uchib ketganlaringni bildi va sizlar avtomatik reyestrdan chiqasizlar. Voy, reyestrdan chiqdim, telefonim ochilib ketdi, bemalol bankka kiryapman degani, bu degani zapretingiz ochilib ketdi degani emas. Shuni ham hisobini olinglar. Yana bitta reyestrga tushish asosiy sababi 2025-yildan beri Rossiya hududida faqatgina 90 kun bez dokument yurish huquqi, ya'ni go'sti bo'lib kirsanglar, mehmonga kelsanglar, faqat 90 kun yurish huquqlaring bor. Ko'pchilik 90 kun yurib bo'lib, keyin yana kirdi chiqib keladi, oliftani yoqib olib, sizlarni granitadan kirgizadi. To'g'ri, sizlar qaytib kira olasizlar Rossiyaga, lekin sizlarni reyestrga tashlaydi, registratsiya ham qo'ya olmaysizlar, hech narsa qila olmaysizlar. Sababi sizlar 90 kunlik rejimni buzyapsizlar. Sizlarning Rossiyaga kirishga haqlaring yo'q, lekin bu narsani kontrol qila olmayotganligi uchun davlat reyestr tartibini joriy qilib qo'ygan. O'shaning uchun sizlar bu yerda registratsiya ola olmaganliklaring uchun avtomatik chiqib ketishlaring kerak. Chiqib ketmasalaring, qo'lga tushganlaringda o'sha deport bo'lasizlar, deport bo'lishga sabab bo'ladi. Yana bitta xalq orasida noto'g'ri tushuncha bor. Reyestrga tushishimga deyapti, bankdan pul o'tkazmalarim sabab bo'lyapti. Men ko'p pul o'tkazib yuboribman deyishyapti. Yo'q, hech qachon sizni pul o'tkazmalaringiz agar u nima deydi, u begona hozir mana qarshi davlatlarga, konflikt davlatlarga o'tkazilmagan bo'lsa yoki qanaqadir pul moliyaviy amaliyotlarda ishtirok etmagan bo'lsangiz, masalan, dopperlik xizmati, kartangizni birovlarga qarzga beryapsizlar, kartani birovga qarzga beryapsizlar, 10 ming, 15 mingga odamlar o'zini kartasini sotyapti, o'shanda ham reyestrga tushmaysizlar. O'shanda ham sizlar 115-statya bilan Rossiyada karta, o'sha bank karta xizmatidan foydalanishdan taqiqqa tushib qolasizlar. 115-statya bilan taqiqqa tushganlaringda bu degani
sizga chujay odamlar har xil pullar jo'natyapti, siz ularni isbotlab berishingiz kerak. Bank o'ylaydiki, bu qanaqadir biznes yurityapti-yu, davlatga nalog to'lamayapti. Nimaga nalog to'lamayapti deb shubha qilgandan keyin sizlarni blok qilib yuboradi, lekin pulinglarni ola olasizlar. Ichkarida nech pullar bo'lsa, hammasini o'sha agar reyestrda bo'lmasalar, o'sha pulda hammasini kopeykasigacha ola olasizlar, lekin bank bilan shartnomalaring tugaydi. Bu degani pullar sizlarni katta pul chiqarishlaring hech qachon sizlarni reyestrga sababchi bo'lmaydi. Reyestr bilan pul moliyaviy harakatlarda adashtirib yormaylar. Moliyaviy harakatlaring reyestrga tushishlaringga sabab bo'lmaydi. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Shu orada kartalaringni sotmanglar. Bu bitta jinoyat hisoblanadi. Pulga qiziqib kartalaringni birovlarga bermanglar. Lekin yana bitta narsa, har xil odamlar nomidan, masalan, treyderlar bo'ladigan, misol oramizda qiziquvchilar, lyubitellar bo'lsa, har xil odamlar nomidan pullar tushadi. 3000, 5000, 6000 ishlagan pullaring. Shunaqa mayda pullar bir hafta davomida, 10 kun davomida ketma-ket sizning nimangizga tushaversa, bu ham 115 bilan kartadan mahrum bo'lishingiz mumkin agar siz pul qayerdan kelganini isbotlab bera olmasangiz. Reyestr bo'yicha menimcha sizlarga bergan ma'lumotlarim tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Agar sizlarda qo'shimcha savollar bo'layotgan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Yana bir narsani iltimos qilib qolgan bo'lardim sizlardan. Iloji bo'lsa, qo'linglar band bo'lmasa, ovqat yemayotgan bo'lsa, bitta shunday tiqib qo'ysalaring, ekranda yurakcha paydo bo'lib qoladi. Bu dushida sizlarga konsultatsiya berish, ma'lumotlar berish menga bir anaqa bag'ishlaydi. Demak, odamlar uchun kerakli, yoqyapti odamlarga ma'lumotlar, foydali bo'lyapti degan ma'noda yana videolar qilib boraveramiz. Lekin million odam ko'rsa ham 200 ta 300 ta like bosyaptilar, bosib qo'yaveringlar. Pulli bo'lsa, bittadan pulni berib chiqamiz. Hammaga omad. Video foydali bo'lgan bo'lsa, o'rtoqlaringga jo'natinglar.